Jizzax viloyati Zafarobod tumanidan Mingli Marjona 18 yoshdaman. San'atga o'zi avvaldan qiziqardim. Faqat uyimdagilar qarshilik qilishganda matematika yo'nalishida o'qiganman. Har xil yo'nalishlarga bosh suqib ko'rganman, keyin baribir o'zim xohladim. Keyin uydagilarga ancha yig'ladim, boshqa qildim. Keyin Jizzaxdagi San'at va madaniyat kollejiga topshirdim. Birinchi o'rinda kirib ketdim. O'qiyapman. Hozir ham endi bu yoq imtihon jarayonlari chunki tugatdim, bu yil 2-kurs tugatdim. Estrada xonandalik yo'nalishida tahsil oldim. U yoqda ustozim Oybek Mahmudov. Estrada yo'nalishi men ustozlarga, ya'ni ustozlarni bilaman, to'g'rirog'i. Nasiba Abdullayeva, Kumush Razzoqova, Dalorom Omonullayeva rahmatli ijodlarini juda hurmat qilganman, ko'p eshitardim. O'shandan ilhomlanib estrada yo'nalishini tanlashga qaror qilganman. Estrada men unchalik chet el estradasiga unchalik qo'l o'rgim kelmaydi ham, uncha yoqtirmayman. Ovoz turim soprano. Men milliy estrada ko'proq tarafdorman. Uncha, ya'ni maqom ham emas, estradaning zamonaviy estrada ham emas, o'rtasida, ya'ni retro qo'shiqlarini da ijod qilishni yaxshi ko'raman. Yoshlar ovozi tanlovida 2-marotaba qatnashishim, respublika bosqichiga bu yoqqa 1-marta o'tishim. Viloyat bosqichida ancha raqobat bo'ldi. Boshida hammamiz qator turib olib, rosa kim yutarkin deb rosa o'yladik. To'g'risi o'zimga ishonmadim, javobini kutmadim, ketib qoldim uyimga. Kursdoshlarim telefon qilishdi. Marjona, siz o'tdingiz, respublika bosqichiga o'tdingiz deb telefon qilishdi. Men o'sha shokda, ota-onam ham juda xursand bo'lib ketdi. O'zimiz mahallamizning yetakchilari olib kelishdi, sovg'alar bilan taqdirlashib ketishdi alohida qilib. Ustozim bilan ancha shug'ullandik. O'zimni yo'nalishim bo'yicha ustozim, kollejda o'qituvchim ancha yo'nalishlar berdi. Bunaqa joylarni ko'p ko'rgan, baribir tushunadi dedim. Keyin o'sha o'zim yoqtirgan, o'zim mazza qilib kuylaydigan kuylarni tayyorlab keldim, ya'ni retro yo'nalishdagi milliy estradadan. Hozirda ustozim bilan bu yerga Baxt o'zi nimadir asarini tayyorlab kelganman, yuqorida ham aytib o'tdim. Hozir bu qo'shiqni ozgina xirgoya qilib beraman. Baxt o'zi nimadir men bilolmadim, sevgi nima ekan tushunolmadim, ammo armonlarning azoblaridan qancha tirishsam ham chetda qolmadim. Bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga, to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh. Peshona deganga yozilgan ekan, rohat emas faqat chidam va bardosh. O'ylaymanki, bu asarim hakamlarga yoqadi va boshqa ishtirokchilardan ajralib turadi degan umiddaman. Lekin bu yoqqa kelib juda xursand bo'ldim. Sharoitlari ham o'zlari ishtirokchilar uchun ancha zo'r sharoitlar yaratilgan. Sahnalari ham rosa yaxshi ekan. Apparatlarda ham umuman muammo yo'q. San'at yo'nalishini rivojlantirish uchun shunaqa tanlovlarni rivojlantirishda ancha hissa qo'shayotgan prezidentimizga alohida tashakkurimni bildirishim kerak. Shuningdek, Yoshlar ishlari agentligi xodimlariga ham alohida tashakkurlarni bildirib qolamiz. Boshida ota-onam juda qarshilik qilgan, ammo hozir yaxshi yutuqlar bo'lganiga o'zimga ishonib kelayotganim uchun qo'llab-quvvatlamoqda. To'g'ri, hozir bu yerga meni qo'llab-quvvatlash uchun kelishmadi, ammo qanday bo'lyapti, nima bo'lyapti, qiynalmayapsanmi? Qanday taassurotlar, yaxshi aytishga tayyorgarlik ko'rdingmi deb telefon qilishib turibdi. Xudo xohlasa, duolar ijobat bo'lsa, o'taman, shu yerdan o'rin olib, yorug' yuz bilan yetib boraman degan umiddaman. Universitetga topshirishga harakat qilyapmiz. Xudo xohlasa, u yerga ham kirib, yaxshi estrada yulduzi bo'lishga ishonaman. Lekin men aylanmay daliga dog'ga, boshim baland qilib qo'shiq aytaman. Gar olsam yolvorib egam Xudoga, bu dunyoga qaytaman. Lekin men aylanmay daliga dog'ga, boshim baland qilib qo'shiq aytaman. Gar olsam yolvorib egam Xudoga, bu dunyoga qaytaman. Shunda mening boshim yetib osmonga,
dilni anduhlardan ozod qilurman, aldanib qolmasdan yomonlarga qanday yashashni o'zim bilurman. Baxt o'zi nimadir men bilay,